Hozir biz bilan fuqaro mudofaasi rasmiysi bog'langan. U Darul Aqram maktabida sodir bo'lgan voqealar va qurbonlar soni haqida so'nggi ma'lumotlarni aytib beradi. Bu oddiy qirg'in emas, bu Isroilning jinniligi. Haqiqatan ham bu Isroilning jinniligi. Bu yerda bolalar, ayollar, tinch aholi qirg'in qilinmoqda. Darul Aqram maktabida tashkil qilingan boshpana markazidagi odamlar aniq yo'naltirilgan hujumga uchradi. Ikki bino to'g'ridan-to'g'ri nishonga olindi. Hozirgacha 21 nafar halok bo'lganlarning jasadlarini Al-Ahli Arab kasalxonasiga yetkazildi. 100 dan ortiq yaradorlar kasalxonaning qabul bo'limi ichida va tashqarisida qolmoqda. Bu Isroilning G'azodagi ayollarimiz va bolalarimizga qarshi qilayotgan jinniligi. Dunyo hozir uyg'onishi kerak. Bolalar va ayollarga qarshi amalga oshirilayotgan bu zulm, bu azob qiynoqlar tugatilishi kerak. G'azoda bolalar sovuqqonlik bilan o'ldirilmoqda. Tibbiyot xodimlari o'z vazifalarini to'liq ado eta olmayapti. Bu shunchaki hujum emas, bu telbalikdir. Arab va musulmon xalqi uyg'onishi kerak. Siz uyg'onishingiz kerak. Biz har kuni o'ldirilmoqdamiz. Butun dunyoning ko'z o'ngida qatl qilinib so'yilmoqdamiz. Kecha Jabaliya klinikasida sodir bo'lgan qirg'inda 20 kishi halok bo'ldi. Bugun esa yana 20 kishi o'ldirildi. Isroil nima istayapti? Axir ular nima istashmoqda? Bu yerda bolalarning boshi tanasidan uzilgan, bolalarning ichki a'zolari tanalaridan chiqib ketgan. Ummat mana shu holat oldida uyg'onishi kerak. G'azoda yuz berayotgan bu dahshatli voqealarni qabul qilib bo'lmaydi. Bunga ko'z yumib bo'lmaydi. Bu azoblar tugatilishi shart. Barcha arab va musulmon xalqlari G'azoda sodir bo'layotgan bu qirg'inlarni to'xtatish uchun ko'chalarga chiqish kerak. Aks holda biz shunchaki ochiq-oydin qirilib ketaveramiz. Bugun 20 kishi, bir soatdan keyin yana 20 kishi. Har kuni o'ldirilamiz. Har kuni G'azoda qatl qilinmoqdamiz. Bizda hech qanday imkoniyat yo'q, hech qanday kuch yo'q. Imkoniyatlarimiz butkul yo'q bo'lib ketgan. Bor imkoniyatlarimiz faqat o'z qo'llarimizdir. Tomlar qulab tushgan, odamlar vayronalar ostida qolgan. Qanday qilib ularni chiqarish mumkin? Buning uchun uskunalar kerak, boshqa yo'li yo'q. Ammo ular bizga na suv, na elektr, na boshqa kerakli narsalarni kirishiga imkon bermayapti. Ularning xohlagani faqatgina bizni vahshiylarcha o'ldirishdir. Shuning uchun arab, musulmon, insoniy va xalqaro vijdon uyg'onishi kerak. Xavfsizlik kengashi yig'ilishi kerak. G'azodagi bu qirg'inlarni to'xtatish uchun xavfsizlik kengashi zudlik bilan yig'ilishi shart. Bu haqiqiy telbalik. G'azoda sodir bo'layotgan narsa mutlaq jinnilikdir. Agar bu azoblar hozir to'xtatilmasa, har soniyada ularning ko'lami ortib boraveradi. Siz ko'rayotgan qurbonlar kattalar emas, balki bolalardir. 7 bola o'ldirildi. Ularning ayrimlarining boshlari tanasidan uzilgan. Ha, ularning boshlari yo'q. Kelgusi soatlarda qurbonlar va yaradorlar soni yanada ortishi mumkin. Hozir ham tibbiy guruhlar yaradorlarni va halok bo'lganlarning jasadlarini olib chiqishda davom etmoqda. Bu lahzagacha qurbonlarning yakuniy soni hali ham to'liq aniqlanmagan. Hozirgi paytgacha 21 nafar shahid kasalxonaning kafallanish bo'limida yotibdi. Qabul bo'limining o'zida esa 100 dan ortiq yarador mavjud. Bolalar yerda yotibdi. Biz bemorlar bilan ishlashga ulgurmayapmiz. Jarohatlanganlarning soni haddan tashqari ko'p. Ayrim holatlar umuman qarovsiz kutish rejimida qolmoqda.